Qunduzxon kelarmish, ha? Bilmadim o, Qunduzxon ja qimmat pulga keladi deb eshitganman. Menga qara, hozir men kiyimni almashtirib chiqaman. Qunduzxon kelib qolsa o'zing kutib olasan. Tushunding-a? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Iye, ana qarg'ish tekkan Isroil kelyapti. Ya qo'yaver, qarg'ish bir kundan bir kun tegadi bari. Boyning o'g'li boyvachcha. Yaxshimisan? Rahmat. Farzandli bo'ldingmi? Isroil aka, o'tgan safar ham shu savolni beruvdingiz-da. Va har doim shu savolni berasiz. Ha, to'g'ri qilaman. Bugun ham so'rayman. Ey, 2 kunda nechta odam tug'ilib, nechta odam o'lib ketyapti? Endi qariyalar o'z yo'lida, yoshlar o'lib ketyapti-yu. Endi to'g'ri aytyapsiz lekin Isroil aka. Mana o'zingiz ham bog'chani buzdirib, o'rniga ana dam oladigan ana sauna qurdirdingiz. Bu bilan mana yoshlarning umidini, kelajagini, orzusini o'ldirdingiz. O'zingiz ham bilsangiz kerak, butun bir xalqni qarg'ishiga qolganingiz-a? Aya qara, ey. Sen haddingdan oshma, boyvachcha. Akalar, iltimos sizlarni yordaminglar kerak. Hozir sevgan qizim keladi. O'sha sevgan qizimga o'sha gullarni berib, uzugini berib, qo'lini so'ramoqchiman. Padeshga qilib turinglar. Mayli, iltimos. Qanani kamerachi? Va kamerachi, bu yoqqa keling, bu yoqqa keling. O, akalarim, salyut. Muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlardan bitta iltimos. Hozir sevgan qizim keladi. Sevgan qizimga qo'lini so'rab, uzuk taqaman. Sizlar padeshada bo'lib turinglar, iltimos. Maylimi? Iltimos. Ana keldi. Jonim. O, mening sevgilim, umrim, meni go'zalim. Jonim, men seni shu qadar sevamanki, sevgilim, sen bugun juda ham ochilib ketibsan. Ayniqsa lab bo'yog'ing. Juda go'zal. Ta'mi ham juda shirin. Jonim, mana bu gullar senga. Men seni mana shu uzuk bilan qo'lingni so'ramoqchiman. Menga turmushga chiqasanmi? Erkek bo'lmay o'l to'y sanga. Mahallada yana bitta xotin quli ko'payibdi-da. Barakalla yoshlar. Oy, zamon o'zgaryapti. Agar men yosh bo'lganimda yotib olib gul bergan bo'lardim. Ayolni hurmat qilish kerak-da. 4 ta xotindan 9 ta bolani yetim qilib yurgani uchun shu ahvolga tushyapti. Hali aytdim-ku senga, qarg'ish bir kunmas bir kun uradi. Qo'yaver. Pulini bermaysizmi? Pas. Nah, puling ham. Uzuging ham. Shuning uchun ayol kishiga povutni boshidan berib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Qo'yaver. Qo'lingdagi kal qog'oz bilan uzuk foydaga qoldi ekan. Hamma shu narsani deb chekadi g'amlar. Bu dunyo qandayin malaka bo'ldi. Dunyoni dunyo deb yurgan odamlar bitta kal akaga chalaka bo'ldi. Yoshlik o'tib ketdi-da. Yoshligimda jononlar bilan mazza qilib yurib olmaymanmi? Rostdan hamchi yoshligimda ahmoq bo'lgan ekanman-da. Hozir ham yoshsiz, Isroil aka. Sizni yomonlagan, internetda yomonlabdi, o'sha Qunduzxon qo'shayotgani kelyapti. Hozirroq keting, bo'lmasa dabdalangizni chiqaradi. Kim? Qunduzxon. Qunduzxon? Ey, men shu yerda ekanman. Mana shu yerdan bir qadam o'tilmaydi Qunduzxoning. To'g'rida bolalar bog'chasini buzib, ishrotxona qurgansiz. Shuni gapirdi xolos. Bolalar bog'chasi olimi nima kerak, ha? O'zi tug'dimi, o'zi tarbiyasi o'zi katta qilsin. Bog'chada-chi, katta qozonga chumchuqni kallasidek go'sht solib qaynatadi-da, otni kallasidek go'shtni haligi opalari uyib ketib qoladi. Men kirganman. Shu yerdan bir qadam o'tolmaydi. Hozir men Amirxonaga dimo qilaman. Amirxon aka, tinch qo'ying, jon aka. Sen meni tinch qo'y. Iltimos, tinch qo'ying. Hop. Iltimos, jon aka. Jima tur. Tashqarida to'palayni eshityapsanmi? Nima bo'lyapti ekan o'zi tashqarida? Qunduzxon kelmoqchi ekan. Ha, Isroil keltirmoqchi emas. keltirmaydi ham-da. Uni o'zi og'zi yomon. Hamma gapni gap deb gapiraveradi-da. Kelmaydi. O'zing shunday gapira olasanmi? Gapiraman. Mana hozir ham gapiryapman. Faqat ichimda aytyapman. Hamma eshitish shart emas. Assalomu alaykum. Amirxon aka, yaxshimisiz? Eshitishim bo'yicha to'yxonangizga Qunduzxon kelayotgan ekan-a? Yo'q, aka. Iltimos, agar meni hurmatim bo'ladigan bo'lsa, kirgizmaysiz. Rahmat, shundoq qiling.
kirmasin. Battar bo'llaring. Isroil aka, to'yxona kelgan odamlar bu gapni eshitsa ketib qoladi. Keyin bu to'yxona Amirxonniki, sizni haqqingiz yo'q aka. Haqqim bor. Haqqingiz yo'q. Haqqim bor. Haqqim bor. Chunki menga hozir Amirxon aka o'zlari ruxsat berdilar. Qunduzxon bu yerga qadamini ham bosmaydi. Tushundingmi? Ey xaloyiq, Qunduzxon kelmaydi. Kelmaydi. Nima deyapsiz? Ha, kelmaydi. Ha. Sana nima yomon qaraysan? Isroil, uying kuysin seni. Haqsi nafratiga duchor bo'l. Yaqolay fuqaro. Voy, meni qarg'aganlar hammang fuqarosanlar. Ya'ni kambag'al va g'aribsanlar. Shu qarg'ishing o'zingga bo'lsin, fuqarolar.